Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yozgi ta'tilda chet elda dam olacak bo'lsangizlar, hech ikkilanmasdan o'zlarimizga, ya'ni Pangaea aloqa chiqarasizlar. Biz sizni ta'tilingizni oddiy etib, hamma narsasini zo'ratib tashkillashtirib beramiz. Hech narsadan qiynalmang, hazatib borib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina готовый tur paket emas, balki sizning xohishingiz va byudjetingizdan kelib chiqqan holda variantlarni taklif beraveramiz. Bir kunning o'zida 5 dona klientimizga Gruziya sotganmiz, 3si ekskursion variantda ketib boradir. 2 klientimiz esa Botumin o'zini borib bir hafta dam olib keladilar. Bu tarafdan bir klientimizga Botumin o'zini taklif berganmiz. 7 kunlik bo'ladi. Yaxshi otellari 2 dona ekskursiyasi ichida qo'shilgan bo'ladi. Bu tarafda og'amiz esa ekskursion turni 8 kunlikni takliflaymiz. 13-iyulda ketadilar. Bu tarafda Borjomi plus Tbilisi bo'ladi bu klientlarimizniki. Endi yana bir klientlarimiz ham bir hafta Borjomi Likanyada lecheniya olib, keyin 2 kun Tbilisida aylanib keladilar. Xudo xolasa yana bu tarafdagi klientlarimiz ham Istanbulning o'zini bir haftalik tur paketini takliflaymiz. Periodlar Urganchdan havo yo'llari bo'ladi. Istanbuldan zo'r otellar olganmiz, dengizga qarab turgan xonalari bilan xudo xolasa borib, og'alarimiz hazratda dam olib keladilar. Yana bir eksklyuziv variantimiz Toshkentdan Bokuga bo'ladi. Bilasizlar, biz Lenkaran sanatoriyasini eksklyuziv narxlarni chiqarib beramiz. Akalalarimiz ham bir hafta davomida Lenkaranda 3 mahal ovqat lecheniyasi bilan dam oladilar. Keyin 4 kun davomida Bokudan yaxshi otellarni olib berganmiz. Bunda zavtrak bilan aylanib, xudo xolasa uyana qaytib kelasiz. Sizlar ham ishlaringizni tez va sifatli bitirib berish kerak bo'lsa, hech ikkilanmasdan Pangaea aloqaga chiqaverasizlar. Ofisimiz har kuni azongi 9 dan kechki 8 gacha ishlaydi. Bemalol telefonlashib gapishlaringiz mumkin.